Hey yo, hammaga assalomu alaykum deb qolamiz. Sizlar bilan har doimgidek Fearflex kanali. Qalisizlar, jamasizlarmi? Sizlar nima gaplar? O'ylayaptimi ishlar nima gaplar endi? Hop. O'tgan safar videomizda Outlast davomini chiqardim. Bugun ham shu videoni tugatib qo'yaylik deb nima qildim. To'g'ri, hozir tugata olmasak ham, lekin yana gazeta ikkita videosi, mana shundan keyin yana bitta olsak tugatamiz, xudo xolasa. O'zi hech qancha joy qolmagandi bo'lsa kerak, chunki ancha joydan o'tib qo'yganmiz. O'tgan safargi videoda lekin shorts videolar qo'ysam juda ham yaxshi nima qilyapti, prosmotr qilyapti. Buning uchun обязательно sizlarga rahmat aytaman. Juda ham ko'p hissalarni qo'shyapsizlar. Prosta obuna bosib qo'ysam esingizdan chiqib qolyapti shekilli. Bosmayapsizlar. Shuni bosib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Tak, ha. Bu tomonda ana kimlarlar o'tib ketyapti. Короче, o'tgan safargi videoni ko'rganlar bo'lsa, mana shu yerdan nima bo'ladi? O'yinlar tashlab yubordi tepadan. Chata bo'ldi lekin. Hozir ular bizni kelganimizni bilgan, menimcha. Yo'q, hali endi yetib borsa kerak, yana bilmadim-ku. Nima o'sha chog'da endi saqlanib bo'ldi. Demak, u joylardan o'tib ketibmiz. Mana yerdan tashlab yubormasdik. Yo'q, adashib ketibmiz. Nima ovoz edi? O'zi so'rayman. Bu yerda bir narsani hoppa, hayotda o'lib yotibdi asl. U tushib ketdi, men tushmadim, to'g'risi. Boshqarib bo'lmadi. Hoppa. Mana bo'lmasa. Shit, the raft. At least they'll be there. Ashta yuramiz kerak endi, menimcha. Hoppa. Yana qanaqa la'natlangan joyga tushib qoldikmi? Uzr so'rayman hozir. Tiqilib ketmadimmi? Mikrofonga qo'lim tegib ketdi. The raft. Da, ana. Kimdir o'ra. Uni endi yurkmaydi. Zametdan o'tib bo'ladimi? Yo'q. Menimcha o'tib bo'lmaydi. Metdan yurishimiz kerak. To'g'ri, ha. Da, bo'ldi. Metta qayiq to'xtaganini biz ko'rgan ular. Tushundilarmi? Mana. Uni endi yuray, ko'rib qoldi bizni. Motherfucking no. Voy bela, nima baloq tashaganmadi. To'y, menimcha, ha, bo'ldi. Yaxshi ko'rsatib o'tdim. O'tgan safar videoda ovozim yaxshi bormay qolibdi. Uzr so'rayman. Yaxshi borgan. Mana endi bir hozir tushib ketib qolardim. Yaxshi borgani, yaxshi bormagan. Tushundilarmi? Hali pastroq bo'lib qolibdi. Shuning uchun sal yaqinroq kelib gapiryapman. Mana bir amallab o'tib oldik. Короче, bu kim quvlamayaptimi bizni? G'alati ovozlar kelyapti. Yo'q, kelyapti. Qoch. Ha, buni o'tirishimiz kerak ekan. Bo'ldi. Kelib qoladi hozir. Hayda tezroq. Davay. Faqat suzish kerak, davay. Voy, ko'rib qoldi bu. Nu lekin qolib ketdi. Agar shu to'g'animizni o'ldirar ekan, to'g'risi. Hozir bir narsa nima qilmasa bo'ldi hozir. Qayerda kelsa ya suzib. Bu jimjit nimagadir g'alati. Sizlar ham sezyapsizlarmi biror nimani? Ana aytdim-ku, kimdir o'tib ketdi sakrab, ko'rdilarmi? Uni endi maymunmatchalar. Bular odam sifat maymun shekilli. Qorasi ko'paygan bular.
İyi metten burul. Давай, ha. Sho'g'aladi hozir, bo'l. Qilib qoldi bu. Ha, bo'ldi, yaxshi. Bu tomondan yurib bo'lmaydi menimcha. Ayni saqlanib bo'ldi. Bu tashillalari ham o'zgaryapti. Shu bir narsa bo'lmasa bo'ldi hozir. Sinib ketdi. Bittasi qoldi. Nishoninglar vaqti boshqarilishi qiyin ekan. Voy-vo. Vaqti qiyin ekan nishoninglar. Yo, atelab sinib ketgan bo'lishi ham mumkin, lekin u uy ko'rinyapti, ko'ryapsizlar? Tepada. Mana shu tushuntiryapti. Burilma ham qoldi, u ishlamayapti. To'g'ri buryapmanmi o'zi? Vaqti sekillab qoldi lekin. Haqdir ko'prik bor ekan. Suzmay qoldi bu. Projeyi to'xtash kerakmi? Suz. Sekin suzyapti, ha? Pishi sekin suzyapti. Menimcha o'yinda nimasi bo'yicha, qoidasi bo'yicha shunaqa yuribdi. Hoppa. Ona endi qoch. Kim bo'ldi mana ular? Nima qilish kerak? Ona endi yuradi. Qochish kerak ekan bular. Suvda ham uzarkan bular. Yo. Ona endi. Buraya yaptılar, qoch. Ketish kerak. Yana tushga tushib qoldik agar birgalar bo'lsa. Hozir yana tushdamiz, tush ko'ryapti yana. Haqa yurish kerak, hech qat ko'rinmayapti, quvlayapti orqamizdan mana. Buni yo'qdi. Chiq deb qo'ydi. O'lla. Jonivor olaylik. Oho. Mazzami? Вообще качество. Domanet ochiladi. Yo'q, qulf. Va chiqadigan joy qayerda ekan endi? U tomonda joy bor ekan. Suvga tushsa, menimcha yana ushlab oladi. Suvga tushmaslik kerak endi. Hojatxona. Voy-vo. Butun idorchilarga eng yaxshi hojatxona вообще rasvo bo'lyapti. Da mana. Yopiq-ku. Bu yerga olsa bo'lar ekan. Baqa ham kelarmi ekan? Mana. U hech kim yo'q. Bunisi eshik ham qulf edi. Da. Qulf. Menimcha o'sha yerdagi tepaga chiqish kerak menimcha. Bunisi eshigiga kirdingmi? Yo'q, kirmabmiz bunga. Yo'q. Aytdi buzyapti kimdir.
yopib ham bo'lmas ekan. Просто qo'rqitish uchun bu. Hamma yo'q berku. Nima qilish kerak bitta o'zi? Voy, men ko'r. Qara ketdi u. Jipirib. Yomon asab ketayotgan shu qizam bor-ku. O'zidan o'zi chiqib mazgina qoqyapti demak, chiqib. Uni xonaga kirib ketdi menimcha. Bet menimcha maktabda basseyni sport xonasi bo'lishi kerak. Ha, mana bu eshikni ochib ketibdi jipirib. Nu yopiq bet. Betam yopiq, ha, u tomon ekan, bo'ldi, tushundim. Hech kim qo'ylamaydi hozir chiqib bizni. Bo'ldi. Ana kelyapti, qotish kerak. Ko'rganlar bo'lsa, videolarni qaytarib yuboringlar. Hozir qarab yana ishkal chiqarib. Yo'q, uni ham yo'q. Meki kirish kerakmi? Yo'q. Yopiq, hamma yo'q. Shu kamera qimirlaganda, ha, mana bu ochilib qoldi. Nima qilish kerak bitta? Shu yorug' tomonga borish kerak, aytdimi? Xo'p. Tagiga bir narsa yozib qo'yibdi, lekin men tushunmadim. Shoboda yo'q joyda qanaqasiga u? Bayroq qimirlayapti. Hop, jimjit hamma yo'q. Hech qanaqa narsa sezmayapman men ham to'g'risi. Bu batareyka bor ekan. Bo'ldimi, xolosmi? Bu tomon tekshirmadik. Birorta stulga o'tiradimi? Shu kompyuterlar birortasini chuqurlaydi menimcha. Ishlatsa bo'lardi bular. Bekorga qo'ymasa kerak mana uni. Yo'q. Ko'raylik qaytib endi. Berki deydi. Yo'q, bo'lib. U kelgan joydan ketishimiz kerak. Navbatdan yurdingmi yo? Yurmading. Fuck! Ona endi ham ko'rinma balo. Qon tomonga qarab yugurish kerak menimcha. Mana bu yerdan chiqiladi, bo'ldi. Ana u yana quvlatdi bizni. O'sha kimligini bilmayapman lekin. Bunga birorta sabab bormi yo? O'zi bu o'yinda asli nimasi tayi tushida bo'ladi, asosiy nimasi, voqeasi. Yo, betam qonmi? Yo, qonli yomg'ir yog'yapti. Oho. Hamma yo'q qoni, ha? Bu qon o'zimi balo bu o'zi. Ha, videoga qo'yarkan. Oldingizda kutaylik olmasin. Bu kerak bo'lib qolishi mumkin-da, bekorga videoga olmasa kerak. 10 soat oladi bu ham. Outlast'ni birida вообще tez olib tashlaydi. Biri bilan ikkisining o'rtasida ancha farq bor lekin. Ikkisi ancha lekin ko'p joydan o'tib qo'ydi, sizlar bilan birgalikda. Aytyapman, qon bu. Qonli yomg'ir bu. Bir gapiryapti. Yo'q, qaramang.
tinchgina o'tib ketganimiz yaxshi hozir. Menga uni tashvish kerak emas ortiqcha. Voy bu. Qanaqa unaqalarda buni zaryadlab olish esida ham yo'q. Kiyib bo'lib tashlabdi odamlarni kim bo'lsa ham. Yo'q. Voy uni endi qotish kerak bitta tezda. Ushov olsa lekin yomon. Manimcha o'zi quvlayapti. Da ular kirdi baqa. Tushundim, bo'ldi. Kim yuribdi yana bizdan tashqari? Onayni ham ko'ray. We tried to get her back before the enemy cracks her womb. But they Wait, Lynn? Have you seen her? killed us. The lucky ones they killed. Get out. We have to leave. We have to go. Ha, bo'ldi, tushundim. Bu odam ekan bu, haq oddiy odam, bizga o'xshagan odam. Yana mana shu yashinib jon saqlagan u. Qaqa ketdi u, uchib ketdi. Qaqa ketishimiz kerak. Battan ket dedi menimcha. Surmasang seni mazani qochirar deyapti. Shuncha yo'ldan orqaga qaytamiz endi. Yo'q, yopib qo'yibdi. Demak, yo'l mana shu yerda. Yaxshilab qidirsak topilar. Ha, mana bu yerda ekan. Da tushundi. Yana o'sha bemaza joyga qaytib keldik. Qiziq joyida yana o'sha dabdala joyga qaytib keldik. Ishdan yuraverish kerak menimcha. Yo'q, onayni ham ko'r. Shu yoriq tushgan joyda bo'lish kerak edi. Bunisi. Yopiq. U tomonda ham uylar bor edi. U kompyuter yonib turibdi. O'shanisiga borish kerak. Nima bo'ldi hozir? Biror nima qilish kerakmi buni? Yo, menimcha bitta emas bu narsa. Tugab qoldi. Nima bu? Kim nimani ko'rdi hozir? Men hech baloni ko'rmadim. Ha, mana bunisi yonib qoldi endi. Mana turq sovuq yana keldi shekilli. 8 oyoq odam bor. Hop. Ha, to'g'ri. Hozir yozishganlari bitta kompyuterda to'lib qolyapti shekilli, xotirasi. Bunisi kompyuterlarga o'tib yozishyapti. Voy, yuraychalar. Oh, hammasi yondi-yu, ha. Kameraga video olish kerak. Shuni olmasang nima bo'ladi? To'xtanglar. Mana eshik ochilib qolibdi o'zi. Hozir shart emas menimcha video. Kim edi u? Da, menga kelishimizni qolyapti. Hop, bundan oldin kelgandek-ku baqa. Nima turadi? Rasm turadi, qog'oz. Men shitimi sezmadim lekin. Yana o'sha nima qilarganda qiziq. Orqasida ana yuribdi. Soyasi ko'rinyapti. Tayida. Ko'ryapsizlarmi, Alep?
bizni ham quvladi-yu o'sha. Unda hozir kelsa nima bo'ladi? Bu bizni oldimizga ketyapti va menimcha shunaqaga o'xshayapti, yana bilmadim. Buni qo'rqqanimdan ketganim yo'q. Biroz o'yin davom ettirish kerak, vaqtim cho'zilib ketadi emas. Birorta joyga berkinish kerakmi, nima qilish kerak? Ana men eshik ochiq ekan. Ha, ana. Ha, ketdi endi, to'xta. Pastga tushib ketdi. Ona elimga qo'yib qoch. Qochish kerak hozir. Yugur. Nima? Sekin yuguryapti bu. Ushlab oladi hozir. Sakrab yuguraylik. Ona elimga yur. Tepara sakrab. Bu laqqa qaytdimi? Mana yorug' joyga kirish kerak. Buzilib yopilib qoldi. Hozir kelsa shoninglar mazamizni qochiradi. Ular bitta emas, ular ko'p kishilar. Kirsa yomon pishiradi. Shu ovoz keldi-da, hozir kelsa yomon qiladi. Nimadir ovoz kelyapti. Ona endi orqaga qaytish kerak. Orqaga qaytish kerak. Hatto yursak bo'ladi. Yo'q, qulf. Yuramiz, hozir kelib qoladi u. Keldi o'sha. Bu hozir bitta o'zi ekan. Ha, u aqa ketganda biz bag'dan kirib olamiz ekan. Bo'ldi-da. Hozir bunisi ham keldi hozir. Mana bu yerda buzdi. Orqaga. Voy, harom ko'rib qoldi. Tepada bittasi qolib ketdi-yu. Ha, ko'rdilarmi? Oldimizda edi. Qayerga ketamiz? Qayerdan yurish kerak? O'sha bo'lsa ham yomon qiladi. O'layapti, o'sha qochish kerak edi. Yo'lim tushgan joyga ketaveryapman. Bilmayman lekin bular. Bu ancha o'ynashimiz oshibdi lekin. Sistemamiz. Yugur. Nima sekinlab qolding sen? Yugur. Chiqdi o'sha, davay. Tez. Bo'l. Ezildi bu. Ha, vanhoya. Ha, o'talmaydi, bo'ldi menimcha. Yo'q, buzadimi? Bu buzar ekan, ha, onayni ham yurdi balasi. Qoch, mashita. Voy. Yana qayerga tushib qoldik biz? Har doimgidek o'sha joyga. Ya'ni tush. Shu oylikda sakragan ana yuribdi kashafda. Oylikda sakrashi bilan o'qilib yubordim shunda. Bu juda g'alat, tushunmadim. Bu o'yinda bu nima deysizlar? Reofatda yo'q narsalar. Bu ba'zi bir o'yinlar haqiqatdan olinadi-yu, endi manyak, odam qo'rqadi anaqa.
voqealarni oladida. Oho. O'zini osib qo'yibdimi qiz? Lekin qayoqqa otishni bilmayman, to'g'risi. Erkak ekan, kimdir kelyapti men chaqamga. Kamera olishga balog'im. Kimdir o'tib ketdi hozir, ko'rdilarmi? Men kimdir ko'rdim hozir. Mana chiqsak. Yo'q, bundan yuravermasak. Men kiradim. Navbatda ham hech nima yo'q. Yopiq. Demak, birorta eshik ochilib qoldi, menimcha. Mana aytdim. O'zi chatdan keldi-ku. Ha, mana bu yerda ham eshik bor ekan. Mana shu qonli eshikka kirsak, bir narsa bo'ladi. Hech narsa yo'q. Kim ana u? O'sha yerda aylanib chiqishimiz kerak, menimcha. O'sha nima turgan joyga borish kerak. Qoch turgan joy. Ha, mana uni olish kerak edi. Bu prosta takka-yu bu. Kerak emas narsa bo'lsa kerak. Lekin men orqaga qaytyapman. Bilmadim-da, qayerga qaytishdi. Endi bu tomon. Bu yerga qaytib keldimi yo'q? Ha. Yo'q, sakrab chiqolmas ekan. Shu bir narsa g'alati-da, yoqmayapti menga bu narsa. Oq nur tomon bo'lsa boraverish kerak. Bizga yo'l ko'rsatib turibdi. Qiz yopib qo'yamiz. Yo'q, menimcha ruh buzib kiribmaydi u. Yopiq, hop. Yopiq ekan. Oynalar ber keldi. Biz nima qilishimiz kerak endi? Tashqariga chiqish kerak edi, boshqa iloji yo'q. Yana orqaga qaytish kerak. O yorug' uyga kirish kerak menimcha. Berk, bular berk, hamma yo'q, eshiklari yopiq. Shu o'yinda ham bir oy o'ynaylik-a. Salkam bir oy o'ynaylik-da. Shu bir ikkisini hisoblasak, ancha o'ynadik lekin bu o'yinda. Yarim soatda o'ynaylik-da o'zi bu o'yin 5-6 soatlik o'yinda bitta o'tirganda o'ynasanglar, hali hamma yo'g'ini bilsangiz 4 soatda bitirib qo'yasiz lekin. Qiyin joylari ko'p, juda ham ko'p, вообще. No o'yin chotki ishlangan, gap yo'q. Hozir qayerga yurish kerak hozir? O'sha tomon bekorga qo'ymaganda, hozir orqaga qaytaylikchi qiziqishga. Biron narsa bordir men aytdi. Biron nimani qo'ysa bo'lsa kerak. Ana oyna ham bekorga yopilib qolmadi-da. Betni ochib ko'rdi, yopiq edi. Shkaflarni ochib bo'lmayapti. Yo'q, hamma yo'g'i joyida-ku. Tushunmayapman lekin. Mana buni bossa signalizatsiya ishlab ketadi. Bu bosilmaydi. Bet keldik, qaytib yana ketyapmiz. Demak, yana qaysidir ishini esdan chiqarganmiz. O'sha yerga kirish kerak, qaytish kerak menimcha. Mana ayt.
Yo'q, yopiq. Uni ust tomoni bo'lsa kerak menimcha. Yana yopiq. O'lilar qaranglar. Bu kameraga olmay qo'yamiz. Qiziq emas. Hamma yo'g'ini aylanib chiqdik-ku. Yana qaysi joy bo'lishi mumkin? Aytgancha like bosib qo'yish eslardan chiqmasin, jigarlar. Endi nima esimga tushib qoldi mana. Mashq yurib ko'rish kerak edi. Mana ochilib qopti-yu mana edi. Shuncha zaryadni ketkizganmiz-chi. Ha, mana. Endi qayerga kirish kerak? Ona enemgani qo'layapti, qoch. Voy ona enemgani nima edi u? Ko'chdi bordi men. Yeb, va'dalam kelyapti, qoch. Yomon charchab qolarganda bu borib. Tezroq yugur. Bag'daram chiqsa tamom. Iye. Topik. Biz nima qilyapti? Voy, ona enem ko'r. Qaytishda qovurmasa bo'lmas. Uni kamera ham yomon jonga tegdi, qimillaverib. Yomon asabga tegib, qarillab borib. Ishga qaytib borish kerak, battanch bo'la olmaysizlar. Menimcha. Ha, mana yorug' joyga borish kerak. O'tirib yurish kerak. Hamma yoqda to'la kitob. Menimcha ruhoniylarda kitob bo'lsa kerak. Bet oddiy maktab emas, oldin aytib qo'yay. Ruhoniylar maktabi. He's coming! Ona endi ishing yo'q. U keldi deyaptimi? Oynalar sinib ketdi. O, bint. Yo'q. Bintimiz yetarli ekan. Ha, u ikki borishimiz kerak. Yorug'lik sari olg'a deydi. Shit! Quvlayap qoch. Bu yoq quvlaverganda qizlar qasini yurishimiz kerak. Bo'ldi, tushundim. Tushundim. Bo'ldi. Siz yordam bersang bo'larkan, o'z saniya. Desam, ana ular qatdan ketib qoldi mana. Ha, bo'ldi, tushundim. Ha, bo'ldi, buni surish kerak, lekin qaqaligini bilib olish kerak-da oldin. Malika surish kerak menimcha. Davay, tezroq suraylik. Tez surib, tez chiqib ketishimiz kerak. Ha, bu tomonga o'tilar ekan yana qayta. Menimcha bu boshqa joy. Hozir kelib qolsa nima qilamiz? Bu kelmasa kerak menimcha. Kelsa ham tomonda. Tomon bo'lmasligiga harakat qilyapman. Yurib tushatlardi. Jinni ekan ular emas, psix. Ruhiy jinni. Bizi basharasini shu ahvolga solarmidi? Jinni olmagan. Ishlarda yuribdi-da ular sig'ib. Ha, sursa bo'lar ekan, bo'ldi. Hozir kelib qolsa rasvo qiladi, lekin ikkitadan chiqadi. Ha, bo'ldi. Uni olib birorta joyga qo'yish kerak, faqat tezda. Eshikni yopib bo'ladimi? Yopib turaylik, kelib qolmasin. Ha, bo'ldi, ikki borish kerak, qo'yish kerak.
Tepamizda yuribdi ular menimcha. Tushdi. Voy, yomon o'lgurib qoldikmi? Ko'rganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar endi shunchalik yetmay. Bu yerda qana o'tiladi. Sakraydigan joy yo'q albatta. Bu yo'l yo'q. Biroz sakrab ko'raylik. Hozir chiqsa baqa rasvo qiladi. Ha, bo'ldi. Bu tomondan o'tib olsak bo'ladi. Kallaga endi kelib qoldi bu narsa. Ha, o'ni ketyapti. Ha, bizni ketdi deb o'yladim. Sekin. Sol hozir tushib ketardik lekin hozir. Yana sekin o'tamiz. Sekin. Shoshilishga ne hojat? Shoshilmasdan sekin o'tiramiz. Hech nima qilmaydi. Buradan qanday qutulsa bo'ladi bular? Yepishibdi bu qiz. Yana u keldi yana. Quvlaydimi hozir? Ha, quvlayapti qoch. Shu kimligini bilmayapman-da o'shani. Yomon qiziqtiryapti deb. Shu kimligi. Yurish kerak tezroq. Ha, bo'ldi, mana shu qismini ko'rganman men YouTube'da. Birorta hojatxonaga berkinish kerak, yashirinish kerak. Ha, bo'ldi ana. Yotib o'tib olsak bo'ladi. Hojatxonalarda eshigini ochadi hozir bu. So be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. There's a Father up above, and He's looking down in love. So be careful, little mouth, what you say. Yana kelyapti. Da, yo'qoldi. Menimcha yo'qoldi. Chiqib ketib yoribdi menimcha. Ashillasini aytmay qo'ydi-yu. U gapirar ekan-a, ey. Men gapirishini endi bildim lekin. Birato'g'a ketibdilar. Uylariga qarab daf bo'ldilar. Bu eshiklarni yopib tashabdi. O'zi yopolmadi. Yo'q. Bu nasıl yoqmayapti menga? Mana osib qo'yibdi mana. Yani ba'zi birlar aytadi. You're not evil, Blake. Just confused. Kimman u? You don't have to hide. Kim bo'ldi bu? Let me help you. Qanaqa yo'qotsak bo'lardi? I remember being a young man. Yep, bu tomondan ham paydo bo'lib qoldi. Lekin peshonasida chandig'i bor ekan. You've always been so nervous. You don't have to be. O'ylayapti menimcha yana. Ha, bo'ldi. Ba'zi birlar aytyapti, nima? Videoni ko'rmagansan deyapti. O'yinni oldindan o'ynab ko'rgansan deyapti. Вообще asam buziladidan shuni nima qilsam borib. Bu o'yinni mashchi birinchi marta o'ynashim. To'g'ri, Outlast 1ni ozgina o'ynab ko'rganman, lekin unda ham oxirigacha tugatmaganman. Sizlar bilan birga tugatdim, shekilli uni ham. Bu hammaga tegishli emas, o'zi biladi, yetib boradi kimligi. O'zi tomosha qiladi, o'zi ham ko'radi.
Kimligini aytmay qo'yaraman, o'zi bilib turib juda yaxshi. Mana o'yinni ochiq ekanishda sakrayapsiz. Yo'q. Bunaqa o'yinlar ko'p o'ynaganim uchun o'shaning uchun nima bo'lib qolgan, shuni bilayapman. Miyaga nima bo'lib qolgan. Hozir hammasi ham shu ishni qiladi-da hozir. Misol uchun Outlast'da o'zi yo'l ko'rsatib turishini bilaman juda yaxshi. Chunki o'yin atmosfera katta. Adashib netib qoladi. Yangi igroklar bo'ladi, bu bo'ladi. O'shalarga ham yordam berish kerak-da, shuning uchun. Hali ham yuribdi mana ular, buzyapti. Mana etti buzyapti. Ochiq metro o'ylaydi, buzib olaversin birovlar. Bu buzalmaydi ham. Siraz sakrab o'tishimiz kerak. U tartib tashlasa, rasvo bo'ladi. Davay. Yaxshi. Betdan qana o'tamiz endi. Xo'p, xalas, saqlanib bo'ldi. Endi men pauzani bostiribman. O'zi minutimiz ham salkam bir dars soat o'tib qolibdi xullas. 1 soat yaqinlashib qolibdi. Videoni shu chetda to'xtataman, chunki davomini ham chiqarishim kerak hali. Lekin yaxshi o'yin bo'ldi. Anulardan qochib qutuldik, lekin tilim ham kelishmay qolyapti, to'g'risi. Kanalimiz obunachilari 21 buning uchun ularga rahmat aytaman, lekin bu juda ham kam rezultat bo'lsa ham, lekin yaqindagina 5 deydi. O'zi bir pasda 21 bu bo'ldi. Shu oyda oxiriga 500 ta bo'lamizni niyat qilib qo'ydim, lekin afsuski 500 ta bo'la olmadik, chunki mana shu 50 ta ham bo'lganimiz yo'q hali. Chunki sabablar bor, bunga o'zim ham aybim bor bunda. Videolar kam chiqaryapman. Gap erinish yoki unda emas. Hammasiga vaqt bo'lyapti, vaqt yetmay qolyapti. Ish tugaydi degunimcha kechib ketyapti, keyin deyapman. Charchab uxlab qolyapti odam, to'g'risi, vobshe nima bo'lib qolyapti. Odamni nima qilgisi kelmay qolyapti. Bugun bo'sh vaqtim borligi uchun endi sizlar uchun duch topaman. Sizlar uchun topmasam bo'lmaydi. Kanal rivoj uchun ham topish kerak. Men hozir ham aytdim. Jinni oldin ham aytdim, hozir ham aytaman. Bu o'yinlarni men hech qaysisini men o'ynab ko'rmaganman. Yana o'ynab olgansan, o'qigansan deb kommentariyaga yozmay qo'yaveringlar. O'zi biladi kimning gapirayotganim, yetib boradi shundoq ham. Men bu o'yinlarni prosta sotib olib turib, shunda o'ynayman, YouTube'ga qo'yaman, bo'ldi. Yuklab turib, sirasi nima qilib qo'yaman. Bu o'yinlarda men prosta YouTube'da chiqib qolardi, ko'rardim, bolasini ham zarilmi 7 soat, 8 soat videoni o'tirib olib, kullab ko'raverish. Bu haqiqiy fanatlar ko'raveradi, to'g'ri, men ham ujus janrga qiziqaman, horror janrlariga. Lekin bu degani bekorchi vaqtim bor degani emas-da, endi 5-6 soatlik o'yinni o'tirib olib ko'rgani vaqt bo'lmaydi, qarochi. Hop, Bloodwatch'da ham eng oxirgi final qismi chiqishi kerak edi. Ayrim sabablarga ko'ra chiqarolmay qoldim, chunki o'zingizlar bilasizlar nimaganligini. Vaqt bo'lmay qolyapti. Nuqta keyingi videolarda chiqarib qolishim mumkin, lekin keyingi videolarda uni chiqishi lekin 100% aniq ayta olmayman, lekin Outlast'ning davomini chiqishini xudo 100% kafolat beraman, chunki davomini o'ynashimiz shart. O'ynamasak bo'lmaydi. Bu o'yinni bitiraman deb sizlarga va'da berib qo'yganman, bitirishim kerak, shart. Bitirmasam bo'lmaydi. 1 oyda, 2 oyda yoki 1 yilda bitiramiz. Bilmadim, lekin bitiraman deb va'da berganman, bitiraman. Xavotir olmanglar. Cho'zilib ketdi video, mayli, endi hech nima qilmaydi. Video yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib ketish esingizdan chiqmasin, kanalga obuna bo'lib qo'yish ham esingizdan chiqmasin. Bu kichkinagina obunachi sizlar uchun ko'rinmas narsa bo'ladi, lekin men uchun vobshe YouTuberlar uchun vobshe kerakli va katta narsa bu.
va men xursand bo'lib qolaman, nabarat menga motivatsiya bo'ladi. Va shuncha obunachi kelyapti senga. Davay bosmaysanmi gazini degan miyamga keladi mana shu xayol, o'zidan o'zi keladi. Keyin вообще vaqt qatdan bo'lsa ham topib o'lsin shu yarim soat, 1 soat vaqt ajrata olmasam shu nimaga. Bo'sh vaqtda hobbichada bu ham qiziqishchi. Qiziqishda bekorchi bo'lmay YouTube'ga ham joylab tursam yaxshi. Aytgancha Telegramga ham o'rib qo'yishingizlardan chiqmasin. Telegramda ham вообще odam kam. Endi 3 dona bo'libdi, mendan tashqari yana 3 ta odam bor. Lekin ular taniyman, hammasi begona odamlar, lekin qo'shilyapti, yana ham yaxshi. Hammasi o'zbeklar. Gap bo'lishi mumkin emas. Meni qo'llab-quvvatlayotganlarga o'sha rahmat aytaman. Keyingi o'yinda ham xudo xolasa yangi o'yin ham chiqishi mumkin. Outlast'ni ham chiqarishim mumkin. Kutib olinglar. Bir kun oldin Telegramga aytib qo'yaman video chiqaradi deb. Agar Telegramda bo'lsanglar, Telegramda hamma narsani aytib ketaman, chunki bir kun oldin video chiqaradi deb aytaman. Va o'sha kuni o'ylaringlar, ayerda video chiqargan deb, mana shu soatda chiqaradi deb yozib qo'yaman. Mana shu soatga kutib tursanglar, siras chiqadi. Hop, o'zinglar ehtiyot qilinglar, charchamanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Firflex kanali bo'ldi. Charchamanglar.